Assalomu alaykum do'stlar. Bugun xudo xolasa sizlar bilan U3 frameworkida Roadrunnerdan foydalanishni ko'rib chiqamiz. Uni sozlash, ishga tushirish va shunga o'xshash ba'zi muhim narsalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Roadrunner uchun alohida runner ishlab chiqarilgan Ubisoft tomonidan. Bu narsani biz bemalol olib ishlatishimiz mumkin. Kompozer orqali o'rnatib olishimiz mumkin. Xo'p, mana shu komanda orqali buni o'rnatib olsanglar bo'ladi. Men o'rnatadigan, yuklab oladigan hamma narsani tayyorlab qo'ydim. Xo'p. Ikkinchi qadam Roadrunner o'zi Golang dasturlash tilida yozilganligi uchun buni binarniy fayli bor. Shu binarniy faylni biz o'zimizning loyihaga ko'chirib olishimiz kerak. Mana shu komanda orqali buni amalga oshirsanglar bo'ladi. Keyingi qadam worker.php degan faylni loyihamizning asosiy direktoriyasida ochishimiz va shu kodni yozishimiz kerak ekan. Demak, worker.php bu faylda aynan shu Roadrunner HTTP application runner ishga tushiriladi. Buni agar ko'rgan bo'lsanglar, konsolda mana console application runner public direktoriyasining ichida index.php ni ichida HTTP application runner yozilgan. Demak, bizning loyihalarimizga kirish nuqtalari bu shunaqa worker, index yoki y fayllari bo'ladi. Bularda aynan bizni frameworkimizni ishga tushirish uchun runnerlar javob beradi. Demak, bu Roadrunner, console application runner va oddiy HTTP application runnerlar bo'ladi. Undan tashqari gRPC bor, WebSocket uchun qilinayotgan narsalar bor. Ularni ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Xo'p. Demak, keyingisi Roadrunner uchun o'zini konfiguratsiya fayli. .rr.yaml faylni yaratamiz. Xo'p, bunda demak serverni ishga tushirish uchun biz komanda yozilgan bu yerda PHP orqali hozir yozgan worker.php'mizni demak ishga tushiryapti bu. RPC Roadrunnerni boshqarish, metrika va shunga o'xshagan narsalardan foydalanish uchun kerak bo'ladi. Xo'p, batafsil keyingi darslarda xudo xolasa bulardan foydalanib chiqamiz. HTTP modul plugini. Bu yerda demak birinchi bo'lib adres ko'rsatilgan. Bu HTTP tinglab turadigan adres. Ya'ni biz shu adresga zaпрос yuboramiz HTTP orqali. Bu yerda port 8082 yozilgan ekan, bizga keragi 80 deb yozib qo'ysak bo'laveradi. Kommentlarni o'chirib turamiz. Keyin pool va num workers. Demak, bunda biz hozir boshlang'ich holatda nechta Roadrunnerda, ya'ni PHP'da nechta workerlar ishlashga tayyor bo'lib turadi, zaprosni qabul qilishga tayyor bo'lib turadi, shuni ko'rsatamiz. Bizga hozir ikkita yetadi. Debug. Xo'p, debug agar true bo'ladigan bo'lsa, har bitta zaprosdan keyin, обработка qilib bo'lganidan keyin bizning PHP protsessimiz to'xtatiladi. Yangi zapros kelganda yangitdan boshlanadi. Bu nima uchun kerak? Biz kod yozib turgan bo'lsak, kod yozilgan holatda Roadrunnerdan foydalanib ishlatayotgan bo'lsak, bizning kodimizni Roadrunner ko'rishi uchun, har doim yangilab turishi uchun demak, debugni true qilib qo'yishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, middleware, bu yerda static headers middleware'lar yozilgan. Roadrunnerda o'ziniki. Bu yerda demak static bo'limi. Xo'p, direktoriya sifatida public direktoriyasi ko'rsatilgan. Bu yerda demak qanaqadir rasmlar, fayllar, shunga o'xshagan narsalar bo'ladigan bo'lsa, hop, shu yerga zaprosni yuboradi. Hop, .php, .htaccess fayllariga dostuplarni yopyapmiz. Headers, response va cache control yozilgan ekan. Bu yerda demak har bitta javobimizga shu cache control headerini qo'shib beradi, no cache deb qiymati bilan. Logs, mode production, level va bu yerda menimcha tushuntiradigan narsa yo'q. Log ishlash bo'yicha konfiguratsiya qilingan. Hop, endi serve orqali biz Roadrunnerni ishga tushirishimiz mumkin bo'lar ekan. Ishga tushdi. Hop, buni yopib turamiz.
Hali save qo'yaylik. Xo'p, bu oldingi videodagi darsimiz API'miz. Demak, Roadrunner orqali postlarni ro'yxatini oladi. Bundan oldin hozir biz workerlarni ko'ramiz. Bir workers i. Demak, bizda ikkita worker, ikkalasi ham hali birorta zaпрос обработка qilmagan. Mana bu yerda 00 turibdi. Bitta zaпрос yuboradigan bo'lsak, mana bu workerimiz qabul qildi uni. Ikkinchi zaprosda buni qabul qildi. Demak, bizda workerlarni ishlashi doim parallel ketadi. Teng taqsimlanadi hammasiga ishlar. Hop, keyingi zaproslar уже bizning workerlarimiz bir martadan ishlab olgandan keyin, xotiraga kerakli narsalarni saqlab olgandan keyin ishlashimiz yana ham tezlashadi, bizga javob qaytarishi. Hop, 170 necha millisekundda qaytaryapti, endi mana 26 millisekundga tushdi. Hop. Demak, ishga tushdi. Shu bo'yicha demak biz bundan foydalanishimiz mumkin. Buni to'xtatamiz. Endi demak, xotirada saqlab qolishni bir tarafdan yaxshi tarafi bor va bir tarafdan yomon tarafi bor. Yomon tarafi bor agarki biz bunga e'tibor bermasak, biz o'zimizni nazoratimizga olmasak bu narsani, bizga keyinchalik bu narsa muammo tug'dirishi mumkin. Xo'p. Qanaqa muammo bo'lishi mumkin? Agar bilsanglar, server stateless va stateful degan tushunchalar bor serverda, backendda. Bu nima degani? Stateful bu holatni saqlab qoladigan server, backend. Stateless bu holatni saqlamaydigan oddiy PHP'miz. Ya'ni bu degani birinchi zapros bilan ikkinchi zaprosda orasida bizda nima deydi? Aloqa yo'q, bog'liqlik yo'q. Birinchisi ishga tushadi, PHP обработка qiladi va protsessi tugatiladi. Ikkinchi zapros ishga tushadi, xuddi shunday va yana oxirida to'xtatiladi. Ya'ni birinchi zapros bilan ikkinchi zaprosni bir-biriga bog'lab turadigan qanaqadir bitta xotira yoki bitta holat yo'q. Roadrunner bilan endi bunaqa narsa bo'lishi mumkin va shu narsa hisobiga biz shunaqa tez ishlaydigan API'lar ko'ryapmiz, natijalarni ko'ryapmiz. Xo'p. Hozir bitta misol keltiraman. Demak, bitta servis ochamiz. Qanaqadir deylik, counter service. Xo'p, bunda demak public function increment degan metodi bo'ladi. Public function get count degan metodi bo'ladi. Bu int qaytaradi. Demak, bitta property'miz bo'ladi bu yerda. Private int count. This count plus plus void bo'ladi. Bunisi return qilib beradi. Buni GI konteynerda yozamiz. Counter service class counter service. Endi bizda index kontrollerda shundan foydalanamiz. Counter service. Hop. Service demak get count emas. Increment count turib get count demak klientga yuboramiz. Serverda o'chiramiz va avvaliga esoft API'midi. Open server orqali o'zidan yuborib ko'ramiz. Xo'p, nima xatolik berdi? Ha, to'g'ri. Boshlang'ich qiymat berib qo'yapti. Berdik, bunda 1 keldi. Ikkinchi zaprosimizda ham 1 keladi, uchinchi zaprosimizda ham keladi. Kechgacha
yoki ertalabgacha zaпрос yuborsak ham bunda 1 keladi. Nimaga? Chunki PHP bu yerda o'ladi. Endi PHP'da o'ldirmaymiz. Hop, workerlarning sonini bitta qilib turaylik-da, bo'lmasa hozir tushunishi qiyinroq bo'lib qoladi. Hop, demak. IP adresni yozamiz 127.001.80-port. Zaпрос ketdi, bu HTTP da ishlaydi. Demak, 1 keldi. Ikkinchi zaprosda 2, 3, 4, 5, 6. Mana ko'rib turganingizdek, bizi PHP o'lmayapti. Shuni hisobiga xotirada, demak, qanaqadir ma'lumotlar, holat qolyapti. Bu foydalanishga qarab bizni foydamizga ishlashi mumkin yoki agar e'tiborsizlik bo'yicha qolib ketgan narsa bo'lsa, bu bizga juda ham qo'pol, juda ham katta zarar keltirishi mumkin. Xavfsizlik tarafdan ham, boshqa tarafdan ham, boshqa foydalanuvchiga boshqa ma'lumotlar, boshqa odamning ma'lumotlari ketib qoladigan bo'lsa, buni keyin javobgarligi yaxshi bo'lmaydi. Xo'p, buni endi qanaqa qilib o'chirib olsak bo'ladi? Ya'ni har bitta zaprosdan keyin aynan bitta klassni tozalab, o'zini boshlang'ich holatiga qaytarib qo'yishimiz kerak. Bu uchun biz state resetterdan foydalanishimiz mumkin. Aynan Gsoft o'zi beradi bu narsani. Demak, state resetter nima qiladi? Har bitta zaprosga javob berilgandan keyin bitta modulni ishga tushiradi. Bu modul shu frameworkdagi hamma o'chirilishi kerak bo'lgan narsalarni bittada o'chirib chiqadi. Xo'p, buning uchun reset degan shunaqa parametrni berishimiz kerak aynan shu klassga. Bunda biz callback zapros yozamiz va shu callback zaprosimiz ishlatilayotgan paytda mana shu servisimizni obyektini ichida ishlatilinadi bunday aytganda. Ya'ni oddiy qilib tushuntirsa, bu yerda this bor bo'ladi va this o'zini shu klass bo'ladi. Hop, shu yo'l bilan counter service. Shu yo'l bilan biz demak countni yana 0 ga tenglashtirib qo'yishimiz mumkin. Keyingi zapros yana 1 dan boshlab ketaveradi. Hop, roadrunnerni bitta o'chirib yoqamiz yana. Zapros ketdi va shu holatida mana qoladi. Lekin zaprosimiz tez ishlaydi. Aynan shuni demak tozalab turadi. Hop, demak state resetterlarni ko'rdik. Shu bilan biz bu videoni tamomlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.